Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Xabar kanalımıza hoş geldinglar. Bugün 7 ayının 22 günü. Bugün Amerika hükümeti Amerikada turishliq Xitoyning diplomat xodimlarini qo'g'labdi. Chiqa Amerikadan nega bo'lsang bor debdi. Biz bu voqeadan nimani bilalaymiz deganda, Amerika Xitoy o'rtasidagi diplomatik munosabat butunlay uzilib, hattoki urush portlash vaziyati ko'rilishi mumkin. Xitoy diplomat xodimlarini Amerikadan qo'g'lab chiqarish voqeasi Xitoy davlat medialarida va xalqaro medialarda bomba portlash xarakteridagi muhim voqea bo'lib tarqalib yetibdi. Xalqaro jamiyatmi bu voqeaga jiddiy qarab yetibdi. Endi tafsili xabarga kelsak, Amerika vaqti 7 ayning 21 kuni kechda Xitoy kommunist hokimiyatining Amerika Teksas shtatidagi Houston shahrida turishliq Xitoy konsulxonasiga o't ketibdi. Xitoy konsulxonasi ichidagi o't yolqinlari bag'ansiri kuchaygandan keyin atrofdagi odamlar bayqab qilib, darhol o't o'chirish organiga xabar qildi. Buning bilan Houston shahridagi soqchi organlari va o't o'chirish organlari jiddiy holda bu Xitoy konsulxonasiga ulgurib kelib, o't o'chirmoqchi bo'libdi. Aslida Xitoy konsulxonasining ichidagi xodimlar Xitoy konsuliga munosabatlik muhim hujjatlarni ko'ydirayotgan ekan. Buningdan biz shuni faraz qila olamiz, qanchalik hujjat materiallarni ko'ydiryotdi. O't o'chirish xodimlari va soqchi xodimlari o'tni o'chiramiz deb konsulxonaga kirmoqchi bo'lgan vaqtida Xitoy konsul xodimlari rad qildi va o't o'chirish xodimlarini kirgizmabdi. Xitoy konsul xodimlari muhim maxfiy hujjatlarni ko'ydirish munosabati bilan konsulxonaning ichiga o't ketibdi. Aslida Prezident Trump apandim buyruq tushirib, Xitoyning Houstondagi turishliq konsulxonasini taqashni bu konsulxon xodimlari 72 soat ichida Amerika davlatidan yugurib chiqib bo'lish kerak ekan. Mana shu jiddiychilikda Xitoy konsul xodimlari muhim hujjatlarni ko'ydirishni boshlab ketgan ekan. Amerika Fox mediasining deyishicha, Amerika vaqti 7 ayning 21 kuni kech soat 8 dan 20 minut o'tgan vaqtida Houstonda turishliq Xitoy konsulxonasining orqa hovlisiga o't ketgan. O't ketishdagi sabab nurg'unlagan muhim hujjatlarni ko'ydirishdan bo'lgan debdi. Houston shahridagi soqchi xodimlarining deyishicha, Xitoy konsul xodimlari oldimizdagi juma kuni bu binodan arilib bo'ladi ekan, ya'ni Xitoy konsulxonasidan. Fox Televizion stansiyaniki muxbiri soqchi xodimlardan takror qayta so'rab, nima uchun Houstondagi Xitoy konsulxon xodimlari bu Xitoy konsulxonasidan arildi deb so'rabdi. Soqchi xodimlarining bergan javobi bo'lsa, sizlar bu tafsili xabarni Amerika hukumatidan so'ranglar, Prezident Trump apandimdan so'rasanglar bo'ladi deb javob beribdi. Aslida Amerikaning prezidenti Trump apandim 7 ayning 21 kuni Amerika vaqti tushdan keyin soat 4 da tuyuqsiz qaror chiqarib, Houston shahrida turishliq Xitoy konsulxonasini 72 soat ichida Xitoy konsul xodimlarini qo'g'lab chiqarib, Xitoy konsulxonasini jiddiy taqib etishni buyruq tushirgan ekan. Bu xabarni anglagan Xitoyning kani bo'lgan yer shari vaqt gazetida Xu Shijing darhol maqola e'lon qilib, Amerika hukumati qo'pollik holda Jungo konsul xodimlarini 72 soat ichida Amerikadan haydab chiqarmoqchi bo'libdi. Bunda qilish Amerika hukumati intayin cho'ng xatolashyapti deb so'zlab, Houstonda turishliq Xitoyning konsulxonasi bo'lsa, Amerikada tunji ichilgan Xitoyning konsulxonasi bo'ladi. Ya'ni kelib bu konsulxonni taqash uchun konsulxona xodimlarini chekindirishda aran 3 kunlik vaqt beribdi. Amerika hukumatining bu qilmishlari ham hamoqat, ham qo'pollik bo'ladi deb valaqlabdi. Xitoy hukumatining tashqi ishlar ishlariga mas'ul bo'lgan yangi bayonotchisi Wang Wenbin umumiy bayonot e'lon qilib, muxbirlarga bergan javobida Amerika hukumati 7 ayning 21 kuni o'z oldiga qaror chiqarib, Houstondagi Xitoy konsulxonasini taqmoqchi bo'lgan hamda 72 soat ichida Xitoy konsul xodimlarini chekinib bo'lishni buyruq qildi. Amerikaning bu buyrug'i o'z oldiga chiqargan tuyuqsiz qarori bu Xitoy davlatiga siyosiy krizis paydo qildi hamda xalqaro qonun nizomlarga og'ir darajada xiloflik qildi. Og'ir darajada Amerika Xitoy o'rtasidagi konsul xodimlar munosabat shartnomasiga xiloflik qildi. Qasdamga Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabatga buzg'unchilik qildi. Shunga Xitoy hukumati Amerikaning bu qilmishini qattiq ayiblaydi. Shunga Amerika hukumati bu xato qarorini darhol qaytarib olish kerak. Agar unda qilmaydi ekan,
Xitoy hukumati bu voqeaga loyiq inkas qaytirdi deb so'zlab o'rnidan turib ketibdi. Xitoy konsul xodimlarini Amerikadan 72 soat ichida qo'g'lab chiqarish bu voqea Amerika Xitoy tarixida 41 yildan buyon ko'rilib boqmagan tunji voqea ekan. Bu demak Amerika Xitoy o'tirsida bundan keyin cho'ng bir voqea paydo bo'lish oldida ekan. Shunga Amerika Xitoy o'tirsidagi diplomatik munosabatlar uzilib ketadigan bosqichga yetgan ekan. Hozir Xitoyning Amerikada turishliq 5 cho'ng Xitoy konsulxonasi bor ekan. U bo'lsa-mu Amerikaning New York shahri, Chicago shahri, San Francisco shahri, Los Angeles shahri, Houston shahrida bo'lib, jami 5 Xitoyning bosh konsulxonasi bor ekan. Hamda Houstondagi bosh konsulxonasi taqilish oldida ekan. Amerikaning Xitoyda turishliq 5 cho'ng konsulxonasi bor ekan. Bu bo'lsa-mu Xitoyning Chengdu shahri, Guangzhou shahri, Shanxay shahri, Wuhan shahri, Shenyang shahrida. Bundan boshqa Amerikaning Hong Kongda bir konsulxonasi bor ekan. Xitoy konsul xodimlarini Amerikadan qo'g'lab chiqarishdagi sabablarning birisi bo'lsa, kuzatuvchilarning deyishicha, Xitoy davlatining internet hakerlari Amerika davlatining tadqiqot organlariga bo'libmi Xitoy virusidan mudofaa ko'rish, vaksina, dorilarni yasaydigan tadqiqot organlariga hujum qilgan. Amerika hukumati darhol Xitoy hukumatining 2 hakerni tutish buyrug'ini chiqargan. Bu 2 hakerning ismi, birisining ismi Li Xiaoyu, yana birisining ismi Dong Jiazhi. Bu 2 kompyuter hakerlari Guangdong o'lkasidagi saqchi nazoratiga qaraydi ekan. 10 necha yildan buyon bu 2 tutish buyrug'i chiqargan haker xalqaro tadqiqot organlarining nurg'unlagan qimmatli materiallarini o'g'irlab ketgan. Necha minglagan chet elning shirkatlarining qimmatli materiallarini o'g'irlagan. Bo'libmi bu 2 hakerning ziyniga Amerika davlati intayin cho'ng ziyon uchirgan. O'sha yaqindan buyon Amerikaning 4 cho'ng dora tadqiqot ishg'ollariga hujum qilgan va qimmatli materiallarni, tadqiqot materiallarini o'g'irlagan. Xitoy hukumatining saqchi organlari o'zlari yetishtirgan hakerlar orqali Amerika davlatining nozik fan texnika uskunalarini o'g'irlab, nurg'un iqtisodiy ziyon solgan. Xitoyning internet hakerlari Amerika fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga tushirib, bu shaxsiy ma'lumotlar orqali Xitoy davlatidagi nurg'unlagan odamlarni qo'lga olgan. Amerika hukumati bu qitim Xitoy hukumatiga xabar qilmay, tuyuqsiz jiddiy buyruq tushirib, Houstondagi Xitoy konsulxonasini 72 soat ichida taqashni jiddiy buyruq tushagan sababi bilan Xitoy konsul xodimlari darhol qimmatli materiallarni ko'ydirib chimiqtiramiz degan sabab bilan jiddiychilikda Xitoy konsulxonasining orqa o'yilisiga o'tkatgan. Endi mana shu munosabat bilan ikki davlat o'rtasida bir-birisining konsulxonalarini taqash, konsul xodimlarini qo'g'lab chiqarish, ikki davlat munosabati barg'ansiri jiddiylashish, oxirida urush portlash ehtimolligi barg'ansiri yiqilishish alomatlari ko'rilyotdi. Bugungi qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.